O'zgarish uchun men o'zim bo'lmagan biror narsaga aylanishim kerak. Men bu yerga vaziyatni butunlay o'zgartirish, dunyoning eng zo'ri bo'lish uchun kelganman. Agar o'zimdan kuchliroq bo'lgan kimnidir yengmasam, bunga erisha olmayman. Men ularning orzularini parchalab tashladim. 11 kishilik bu jamoani bor yo'g'i bitta gol bilan. Demak, g'alaba qozonish mana shunday bo'lar ekanda. Bu qanday tuyg'u ekanini bilmayman, lekin bu menga yoqmoqda. Iltimos ayting, qanday qilib g'alaba qozonishimiz mumkin? Haliyam tushunmadingmi? Ko'k zindon g'alaba qozonib bo'ldi. Menga farqi yo'q. Biz aynan shu yerda va hozir g'alaba qozonishni xohlaymiz. Keyin nima bo'lish haqida o'ylashni emas. Dunyodagi eng zo'r bo'lishdan boshqa hech narsaning ahamiyati yo'q. Bizni g'alabaga yetaklaydi Turkos. Nima bo'lganda ham bizga bu egoni o'zing o'rgatding. Men bor ekanman. Men Yaponiya termasini dunyoning cho'qqisiga olib chiqaman va uni qaytadan yarataman. Chunki aynan o'sha hujumchi menman.